Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga ijaraga arzon joy topib qo'ydim. Rishton sentrga yaqin joyda. Lekin hozir buni zamoni emas, bilasizlar-a? Birinchi etaj, magazin qilasizmi yo boshqa narsami? Chiroyli natijali patologlar bilan zo'r qo'ygan. Rishtonni sentrga yaqin joyda. Mana bitta hojatxonalari bor, suv, svet muammosi yo'q. Bundan tashqari ikkinchi etajimiz bor. İkinci etajda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Bu joyga salon ochasizmi yoki PlayStationmi yoki ikkita tennis o'ynaydigan stol qo'yasizmi? Bilyardni ikkita mana. Qaranglar, rosa chiroyli qilib qo'yishgan. Sharoitlari zo'r. Yo'lda bo'yida, kimga kerak bo'lsa pastda raqamlar qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib olishlari mumkin. Bu joyimizda birinchi qavat bilan ikkinchi qavatni opshi 2 millionga dogovor qo'ydik. Bemalol olib ishlatish mumkin. Pastda raqamlar qoldiraman. Bunaqa arzon joylar faqat bizning kanalimizda 24 soat reklamada. Manzilda eslatib o'taman, mana qaranglar. Bu joyimizda Baraka mebeli sirazi yonida yoki Rishtondan kelishda Qizilko'prikda Karmashga kirganingizda yo'lda bo'yida. Mana sizlarga yana bitta zo'r sharoit, zamin masli, antifriz almashtirgani shu joyga kelsalaring, meni nomimdan o'sha 24 soat reklamani podpischiklari uchun arzonroq qilib beraman atrofga qaraganda deb tushunadi ishda. Ulgurib qolinglar, mana zo'r imkoniyat sizlarga.